o'zingizni gelikingizni noldan yig'sangiz bo'ladi. Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Mana geliklarni qaranglar. Bir-biridan chiroyli bo'lgan avtomobillar gap bo'lishi mumkin emas. Meni fikrim bo'yicha har bitta o'g'il bolani orzusidagi avtomobil bu gelik bo'lsa kerak. Orqamdagi turgan gelik ham, ya'ni G63 Manufacture. O'zimizning mijozimizning xohish isteklariga binoan yig'ilgan avtomobil. Shuning uchun ham Manufacture deyiladi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin, o'zimni gelikimni noldan yig'sam bo'ladimi degan. Albatta bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib turing, hozir aytaman. Tak, bu sayt orqali o'zingizni gelikingizni noldan yig'sangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Rangini aytasizmi, ichki salonni deysizmi, karbon elementlar qo'shasizmi, hamma narsani o'zingiz qo'shib noldan yaratsangiz bo'ladi. Ko'rib turgan gelikingizni ham men noldan yaratganman. Diskani ranglari, tsvetlari hammasini o'zim qaror qabul qilib, shunaqa darajaga olib kelganman. Saytni men Telegram sahifamga уже joylab qo'yganman. Bemalol Telegram sahifamga o'tib, obuna bo'lib, saytga kirib, o'zingiz xohishingizdek gelik yaratsangiz bo'ladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shunaqa zo'r kontentni hali oldinda. Rahmat, salomat bo'linglar.